Coralar katyolları bitirdik Xudo xolasa yana. Shunday deb cho'tga deb taxladik katyolları. Bu katyol kömür katyol bo'ladi. 400 kvadratlik katyol. 400 kvadratlik yerlarcha bemalol qo'ysa bo'ladi. Tilpisa, uy, katta uylarga qo'ysa bo'ladi. Komplektinde hamma narsasi bo'ladi. Ventilyator, ligirovkalardan termostat hamma narsasi bo'ladi. Shu yergacha qo'yiladi hamma narsasi. Tozalash anzat ichini. 4 papkali katyolimiz, 400 kvadratlik katyolimiz 8,5 milyon so'm pul bahası. Öte tejamkor katyol. Bu katyolimiz ham şu kömür katyolun kichikroqi bo'ladi. 200 kvadratlik katyol. Bu katyolimizdan hamma narsasi bo'ladi. Komplektinde 200 kvadratgacha bemalol qizdiradi. 2 papkali bo'ladi bu katyolimiz. Bahası 6,5 milyon so'm. Bu katyolimiz 100'lik katyol deb aytiladi. Bu ikisi 100'lik. 270 300 kvadratgacha bemalol qizdiradi. Garantiya qizdiradi. Pes gaz bilan xudo xolasa tejamkor. 100'lik katyolimizin içinde 72 turba bo'ladi. 5 shopli qalin turba. Lislari 3'lik lis. Hamma katyolimizin lislari 3'lik lisdan uzaladi bizada. Turbalar aytib o'tganimning 5 shopli. Bu 100'lik katyolimiz 72 turbalı. Bahası 2 milyon 800 ming so'm. Bu katyolimiz ise 90'lık deb aytiladi. İçinde 68 turba bo'ladi. 220-240 kvadratlı joylara qo'ydilar. Polni qizdirdi. Pes gaz bilan o'ta zo'r qizdirdi bu katyollarimiz ham. Sifatına o'xsham gap yo'q. Hech qaysi katyolimiz ham emas, bir-biridan qolishmaydi, zo'r. Kerak bo'lsa kattaroq joylar ham qo'ydilar bu katyollarni. Qizdirdi. 14-15 toshgacha bemalol qizdirib berdi. Bu katyolimiz ise 40 turbalı katyolumuz 150 kvadratlık katyol bo'ladi. 150 kvadratlı joylara qo'yiladi. O'ta sifatli, tejamkor, asosiy tejamkor katyollarimiz. Bemalol aytaverasizlar. Shuni sifatli katyol kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Bu katyollarimizning ichi bo'ladi. Bu 68 turbalı 90'lık katyolimizin içi bo'ladi. Bu 100'lik katyolimiz içi bo'ladi. 72 turba bo'ladi. Eğer kim ataplığına kıldırmakçı olsa, katyol izleyebilgen olsa bemalol bizlere müracaat qilaveringlar. Ataplığına hizmetlerinizden bemalol qilib beramiz. Santexnik işlerinden qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol qo'rqmay müracaat qilaveringlar. Manzil Xorazm viloyati Bog'ot tumani Ashxobod mahallasi, ya'ni Qizilmensa. Telefon nomerlarimiz 91 433 04 98.